Wow, eshitdinglarmi? Olmaliq shahridagi Texnobrend do'konida Ramazon oyi uchun faqatgina 3 kun, 1, 2 va 3 mart kunlari shunaqangi zo'r aksiya o'ylab qo'yishdi. Bu aksiyaga ulgurganlar o'zi ham maza qilib yoradi. Tayyor bo'lsanglar, qo'lingizga kalkulyatorni olinglar. Shunda bilasizlar, aksiyadagi narsa qanchalik arzonligini. 32 talik Monix Smart televizori ekrani zashta qilingan 24 oyga 69 ming so'mdan to'lab bersanglar bo'ldi. Pultlari ham joystikli bo'ladi. Ovqatlarni isitish uchun suv tekinga mikrovolnovka olmoqchi bo'lsanglar, gapimni diqqat bilan eshitinglar. Naqd pulga olaman desanglar 1 milliondan baland ketaveradi, lekin biz sizlarga 24 oyga 39 mingdan to'lanadigan Brendo brendiga tegishli mikrovolnovkani tavsiya qilamiz. Shoshilinglar, soni chegaralangan. 8-martga zo'r sovg'a bo'lsa kerak. 120 santimetrli oshxona mebeli, arzon mebel emas, akrildan yasalgan, bemalol ko'rib olib ketishingiz mumkin. Oylik to'lov 79 mingdan 24 oyga to'lab bersanglar bo'ldi. Keyingi videoda esa gilamlarni aksiyaga qo'yamiz. Aksiyaning sanasini esa keyingi videoda aytaman. Tasavvur qilinglar, 3 ga 5 gilamni naqd pulga 590 mingga olib ketsanglar bo'ladi. Ramazon oyi munosabati bilan do'kondagi barcha narsalarga 30% dan 70% gacha chegirmalar amal qilmoqda. Bundan tashqari bu narsalarni hammasini birgina pasport, talabalik guvohnomasi, pensiya guvohnomasi yoki bo'lmasam mashinangizni texpasportiga ham olsanglar bo'ladi. Plastik kartani aylanmasi ham o'taveradi. Bu videoni esa yaqinlaringizga yubormang. O'zingiz kelingda tixa-tixa olib keting. Chunki bunaqa aksiya qilib berish hammaga emas. Texnobrend do'konining manzili esa shundoqqina Yoshlar bog'ining ro'parasida, organik supermarketining yonida joylashgan. Qaytgancha pastda telefon raqamlarini yozib qoldiraman, bemalol ma'lumot olishingiz uchun.